Bugungi Superliga uchrashuvi Qizilqum hamda Navbahor jamoalarining ishtirokida bo'lib o'tayotgan futbol uchrashuvida ko'rib turganimizda g'oyatda xursandman. Bugun faqat miyada, yurakda, ishonchda g'alaba bo'lish kerak. Men ishonaman albatta. Bugun Xudo xolasa shuncha muxlis, shuncha mana ishonch, Xudo xolasa albatta bugun g'alaba Qizilqumda bo'ladi. To'g'rimi? Namangan viloyatining Navbahor komandasiga ham va Navoiy viloyatining Qizilqum komandasiga ham omad tilaymiz va albatta bugun chiroyli zo'r futbolni shunday muxlislar bilan birgalikda tomosha qilamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Rahmat. O'zi zarba yo'llashi ham mumkin. Zarba yo'lladi, gol urdi Ilhomjon Vahobov. Zarba yo'llayapti, gol urmoqda 3-2.